23 bob. Pavlus Oliy Kengash heyətiga tikilib turib, "Qarindoshlar, men bugungacha Xudoning oldida pok vijdonim bilan yashab keldim", dedi. Buni anglagan bosh ruhoniy Hananiya Pavlusning yanında turganlarga uning og'ziga urishni buyurdi. Pavlus uningga: "Ey, tish pal-pal saqtibas, seni Xudo urdi. Sen u yerda o'tirib, meni Tavrat qonuni bo'yicha so'roqqa tatmoqchi. Lekin meni urg'izib, o'zing Tavrat qonuniga xiloflik qilyapsan", dedi. "Sen Xudoning bosh ruhoniysiga haqorat keltiryapsan", deyishdi yeni turganlar. Pavlus: "Meni kechiringlar. Men uning bosh ruhoniy ekanligini bilgan bo'lsam, undaq demaydim. Chunki Tavratda xalqingni idora qildigan boshliqqa tuhmat qilma deyilgan", dedi. Pavlus bu bir to'p kishilarning ichida ba'zilari Saduqiy dini iqimdikilar, ya'ni ba'zilari Farisiy dini iqimdikilar ekanligini bilib, ularni talash tatishga chelish uchun Oliy Kengashmida yuqori ovoz bilan: "Qarindoshlar, men bo'lsam Farisiylardan bo'laman va bir Farisiyning o'g'liman. Men o'lganlarning qayta tirilishini umid qilganligim uchunla bugun bu yerda so'roqqa tortilyapman", deb vaqirdi. Bu so'z uning og'zidan chiqishi bilan tang Farisiylar bilan Saduqiylar talash tortish qilishib ketdi. Kengashmadagilar ikkiga bo'linib ketdi. Chunki Saduqiylar o'lganlarning qayta tirilishiga, farishta va ruhlarning mavjudligiga ishonmaydi. Lekin Farisiylar bularga ishonadi. Buning bilan chuqon suran bag'on siri kuchaydi. Farisiy iqimidagi ba'zi Tavrat ustozlari o'rnidan turib, "Biz bu odamdan hech qanday xatolik topamidik. Ehtimol rostdan bir ruh yoki farishta uning bilan so'zlashgan bo'lsa, ajab emas", deb qattiq munozara etdi. Talash tortish avj elib ketdi. Yahudiylarning Pavlusni tortib, parcha-parcha qilib etishdan qo'rqib qolgan qo'mondan lashkarining zalga kirib, kishilarning orasidan Pavlusni zo'rlik bilan tortib chiqib, qal'aga akirib ketishni buyurdi. Shu kuni kechasi Rabbimiz Ayso Pavlusning yanida turib: "G'ayratlik bo'l. Sen Yerusalimda men uchun guvohlik berganingdek, endi Rim shahridimi shundoq qilishing kerak", dedi. Etsi etganda ba'zi Yahudiylar maxfiy suiqasd planlab, Pavlusni o'ltirmaguncha hech narsa yemaymiz, ichmaymiz deb qasam qilishdi. Bu suiqasdni planlovchilar 40 necha kishi edi. Ular oliy ruhoniylar va Yahudi oqsoqollarning oldiga berib, "Biz Pavlusni o'ltirmaguncha hech narsa yemaymiz" deb qattiq qasam qildik. Hozir sizlar va Oliy Kengashma Pavlusning ishlarini texmo tafsir tekshirish bahonasi bilan uni kengashimga elib kelishni Rim qo'mondonidan talab qilinglar. Biz tayyor turib, uni kengashimga elib kelinishdan ilgirila joylab etamiz", dedi. Biroq bu suiqasddan xabar topgan Pavlusning singlisining o'g'li darhol qal'aga kirib, Pavlusga xabar qilib qo'ydi. Buning bilan Pavlus 105lardan birini chaqirtib, uningga: "Bu yoshni qo'mondan bilan ko'rishtirib qo'ysingiz. Uning qo'mondonga ma'lum qildigan ishi bor ekan", dedi. 105i bu yoshni qo'mondonning oldiga boshlab kirib: "Mahbus Pavlus meni chaqirtib, bu yoshni siz bilan ko'rishtirib qo'yishimni talab qildi. Chunki uning sizga ma'lum qildigan ishi bor ekan", dedi. Qo'mondon uni qo'ldan tutib, bir chetga tortib: "Ma'lum qiladigan nima ishing bor?" deb so'radi. U javoban mundoq dedi: "Yahudi oqsoqollar Pavlusning ishlarini tafsiriy tekshirish bahonasi bilan o'zlaridan ata uni Yahudi oliy kengashmasiga elib berishni talab qilishga kelishdi. Bularga ma'qul bo'lmaysiz. Chunki 40 necha odam uni yoshirin kutib turdi. Ular Pavlusni o'ltirmaguncha hech narsa yemaymiz, ichmaymiz deb qasam qilishibdi. Hozir o'zlarining ularning talibiga qo'shilishlarini kutib turdi." Qo'mondan uningga: "Bu ishni menga ma'lum qilganligingni hech kim
yo'qmisun, deb topilib, uni qaytadi. Qo'mondan 105dan 2ni chaqirtib, 200 piyoda lashkar, 70 otliq lashkar ve 200 neyzvoz lashkar hazırlab, bugün kecha soat 9'da Qaysariya shahriga qarab yo'lga chiqinglar. Shuning bilan birga Pavlusni Vali Feliksning yeniga sog'-salomat yetkazish uchun uningga uloq tayyorlanglar, deb buyurdi. Qo'mondan Lisias Pavlus haqida Feliksga yana mundaq bir xat yozdi. Hürmetlik Vali Feliks janoblarga Claudius Lisias'tan ehtirom bilan salom. Maqsadga kelsam, bu kishini Yahudilar tutib olgan bo'lib, o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Lekin uning Rim fuqarosi ekanligini bilib kelib, lashkar boshlab berib, uni qutqizdim. Men ularning bu kishi ustidan qilgan shikoyatning sababini tekshirib, aniqlamoqchi bo'lib, uni Yahudilarning oliy kengashmasiga elib bordim. Natijada men uning ustidan qilgan shikoyatining diniy qonuniga doir masalalardan boshqa narsa emas ekanligini bayqadim. Uningdan o'lim jazosi berishga yoki zindonga tashlashga loyiq biror jinoyat topolmadim. Keyin men ba'zi Yahudilarning uni o'ltirib etish qasdi bo'layotganligidan xabar tepib, darhol uni janoblarga yo'llashni to'g'ri topdim. Shuning bilan birga arz qiluvchilarning shikoyatlarini o'zlarining oldida qilishini buyurdim. Lashkarlar buyruq bo'yicha Pavlusni kechilab Antipatris shahriga yetkazdi. Ertasi Pavlus otliq lashkarlarning elib berishiga topshirildi. Piyoda lashkarlar bo'lsa Yerusalimdagi qal'aga qaytib keldi. Otliqlar Qaysariyaga berib, xatni valiga sundi va Pavlusni topshirdi. Vali xatni o'qigandan keyin Pavlusning qaysi o'lkadan ekanligini so'rab, uning o'z boshqurishidagi kelikidan kelganligini bilib, uningga "Seni ustingdan arz qiluvchilar kelganda bir taraf qilaman", dedi va lashkarlarga uni Herodxon sog'an o'rdidagi bir uyga nazarband qilib qo'yishni buyurdi.